bir qitimda bir tevipning qishig'i bir 3-4 ming ko'yga doğru ala alaydigan shunda iste'molchilar, shunda bemorlar qanda bemorlidi deb nayt ko'p qitim o'ylanib qolimi. Chunki nurg'unlagan kishilar bizning qishimiz kirib, aldirmay o'ltirib, tomirni tutqizib, bir menji gap kishilab tekshirish natijalarini ko'tarib qo'yap bizga. Bunda bo'lganda, bunda avval o'g'limanchilik bo'lganda, u yerga kirib do'rabdim, bu yerga kirib mas'uliyat oldim, ichmagan do'ram qolmadi, mas'uliyatim qolmadi. deydi ekan. Şunun bilan buni o'ltirib, "Meni ichganmitingiz, bunda mas'uliyat bormi?" degandan keyin, "Ami bor, mami bor. Xotin ko'ribdim, iyadagi birisidan opdim, ayadagi birisidan 800 ko'ylak opdim, xotin ko'rib 4000 ko'ylak akapdim, 4400 ko'ylak sog'izibdim" degandek shunday gaplarni qildi ekansizlar. Endi sizlarga bu 7-800 ko'ylak, 3-4 ming ko'ylak mas'uliyat sota olgan tevib qanday tevibdi? Men sizlarga bir o'zallik qo'yga bir narsa bersam, tas qolishli qashqabqonni yerivetkila, urivetkila. Yani nurg'unlarga ishinib, mandarak ahvolingiz borkan, 10 kunlik mahsulotni iste'mol qilib, ichib qolsam tumshqonlar o soat mahsulotni qo'yib, yoki 2 tonni ichib boqay deb menda ketadiganlarmi oz emas. Endi ulardan biz xafalanmaymiz, chunki ular net chiqdi menda bo'ldiganni bo'g'izib bo'lgan, qildiganni qilg'izib bo'lgan, yanjuqidikini hajlab bo'lgan, uningdan keyin bordigan yan topolmay, bak alaytroq bilinadigan menda yerlarga usib, o'zininki bir dekkisini yap bo'lgan desakmi, xatolashgan bo'lmaymiz. Chunki nima astoydil o'tirib sizning ma'volingiz bunda ekan, menda qilmasak maskanmaydi, yoki bo'lmasa doktorxonaga biring, ya menda qilsak bu gap bizni nachar ko'rsatgan yoki hech nima qilmaydigan ko'rsatgan. Uning aksicha tomon tutib ko'zni sizni menda ekan, anda ekan, menda misiz o'litgansiz, menda misiz bir umr yashayolmayotgansiz degan bu gaplarni qilib qo'ysa, qo'qab ketib bir muncha masloq cho'kib oldi ekansizlar. Masloq cho'kib olgandan keyin paltkagini qoqqizib bo'lgandan keyin kelib bizga dadon tekib bir muncha gapni silib bizning vaqtimizni oldi ekansizlar, bizning zitimizga tegdi ekansizlar. Şuna dostlarımız dep qo'ydiganim bir yanchuqlarga usib qolgan pulinglar bo'lmasa o'zinglarni tutilib, aldirmay o'ltirib shu tevibninki iqtidori nega sizlarga rost gap qilyaptam, yolg'on gap qilyaptam, nima uchun maslahat beryapti? Shuni anqirgandan keyin bir mas'uliyat situatsiyalarni ulgurisizlar deb o'ylayman.